AQShning Venesuelada o'tkazgan harbiy operatsiyasi qurbonlari soni bo'yicha dastlabki ma'lumotlar ochiqlandi. Unga ko'ra, harbiy operatsiyada kamida 40 kishi halok bo'lgan. Qurbonlar orasida harbiylar ham, tinch aholi ham borligi aniqlandi. Bu haqda Venesuelaning yuqori martabali rasmiysiga tayanib, The New York Times xabar berdi. Hujum oqibatida tinch aholi va harbiylarni ham qo'shganda kamida 40 kishi halok bo'ldi, deyiladi xabarda. Qolaversa, Venesuela prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Delcy Rodriguez ham AQSh operatsiyasi oqibatida davlat xizmatchilari, harbiylar va tinch fuqarolar halok bo'lganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, 3-yanvar kuni tunda Venesuela poytaxti Karakas shahrida portlashlar sodir bo'lgandi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlar Venesuelaga keng ko'lamli zarbalar berganini, Venesuela prezidenti Nicolas Maduro esa rafiqasi bilan birga qo'lga olinib, mamlakatdan olib chiqib ketilganligi haqida xabar bergan edik. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Vaqt.uzga obuna bo'ling.